Assalomu alaykum azizlar. Mana navbatdagi bektimizda tomga bochka bilan nasos o'rnatib berganmiz. Va shu yerdan devorni akkuratni qilib kesib, chexol bilan o'rab turbalarimizni va shunaqa qilib penalab berganmiz azizlar. Hozir qani tomga ham chiqamiz. Bismillah. Tomga chiqqanmiz azizlar. Bu yerda 500 litrli bochkamiz va 550 wattlik nasosimiz joylangan. Nasosga shunaqa akkuratni qilib ikkili penopleksan o'rab utiplit qilib berganmiz azizlar. Tak, mana bismillah. Mana ichini ham shunaqa qilib turbalarga o'rab berganmiz azizlar. Bu yerda asosiy suvimiz kelib, bochkamizga tushadi. Bochkamiz ichida poprovimiz bor azizlar. Va bu yerda bochkadan nasos tortib hammomga harakatga beradi va bu yerda samoxod varianti qilganmiz. Bitta обратный klapan samoxod variantga. Nasosimiz 550 wattlik, bochkamiz 500 litrlik azizlar. Va bu yerda avarni ham qilganmiz. Har ehtimolga qarshi 32 lik turbadan tashqariga chiqib ketgan azizlar. Bu yerda mini vata bilan o'rab va ustidan folga bilan o'rab berganmiz azizlar. Bu yerda azizlar shunaqa qilib akkuratni qilib rozetkalar tushirib o'rab berganmiz. Bu ishimizga 1 oydan oshdi. Shu vaqtgacha minus harorat bo'ldi. Minus haroratdan muzlagani yo'q inshaalloh. Shunaqa qilib mana azizlar shunaqa qilib akkuratni turadi inshaalloh. Kimgadir bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Salomat bo'lasizlar azizlar.